Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Xabarlaringiz bor, o'tgan darsda fe'llarni vazifa shaklini o'tgan edim. Va bir nechta o'yga vazifalar ham bor edi. Fe'l nisbatlaridan test bergandim va milliy sertifikat to'plamidan 3-chi variantni ishlashimiz kerak edi. Nasib bo'lsa, bugun shularni ko'rib o'tamiz. Tahlilni bittama-bitta qilib beraman bugun. Shu o'tilgan mavzularimiz birma-bir tahlillariga bag'ishlanadi. Xo'p, keyingi darsda esa mavzu o'taman. Keyingi mavzuyimiz o'zi fe'l yuzasidan ikkitami darsimiz qoldi. Yetakchi fe'l va ko'makchi fe'l, ya'ni ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarini o'taman. Qo'shma fe'ldan farqini o'taman. Keyin fe'lni munosabat shakllari bor. Zamon, shaxson, mayl qo'shimchalar o'zi bitta dars ketadi. Xullas, ikkita darsimiz qoldi fe'l mavzusidan. Mana shu yanvar oyida xabarlaringiz bor. Testga tushadigan ancha mavzularni o'rganyapmiz. Bilasizlar, birinchi, ikkinchi test orfografiyadan keladi, imlodan keladi. O'tdik. Kanalda zapislari, tahlillari bilan turibdi. Va leksikologiyani o'tdik. O'z ma'no, ko'chma ma'noli so'zlarni topish, metafora, metonimiya, idoha, vasfadoshliklarni o'tdik. Keyin mana mavzu morfologiya, fe'l so'z turkumini o'tyapmiz. Eng asosiysi o'zi bizda testda fe'l keladi. Fe'l birinchi o'rindagi mavzu hisoblanadi. Aksariyat savollar fe'l yuzasidan tuziladi imtihonda. Keyin nasib bo'lsa, ular kichkina mavzu, mana bu ot, sifat, ravish mavzular bor-ku, ular juda sodda. Olmosh mavzulari. Uni bittagina shu qo'llanma orqali ham yodlab olsa bo'ladi. Lekin baribir o'tib beraman. U turkumlarni ham o'tamiz. Masalan uchun, shaxsan menga har imtihonga kirsam, sifat so'z turkumi juda ko'p tushardi. Bir o'quvchiga ravish ko'p tushgan. Xullas shundayda. Fe'l hammani testida bo'ladi. Fe'l yuzasidan savollar hammada bo'ladi va fe'ldan tashqari kimdadir ravish, kimdadir sifat, kimdadir olmosh yuzasidan shunaqa savollar kelib qo'yadi. Xullas, morfologiyadan turkumlar yuzasidan 2-3ta savol keladi imtihonda. O'shaning uchun so'z turkumlarini to'liq baribir o'rganib chiqamiz. va hozir bugungi darsda avvalgi darslik vazifa shakllaridan mana bu darslik kitobimiz bor edi. Mana hozir ekranda bitta ko'rsataylik. Xo'sh, sizlarga ushbu nima sal yengil, hozir qaysi edi? Hozir bitta topib olaydi. Tak, fe'llarning munosabat o'timsiz fe'l. Bu o'tgan darsimizniki edi. Xabarlaringiz bor, fe'llar vazifa shakllari. Sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh va ravishdoshlarni to'liq o'tib chiqdim. Sizlar mana bugungagacha mana shuni yoddan bilishingiz kerak. Harakat nomini qo'shimchalarini, sifatdoshnikini va ravishdosh shakllarini, sifatdosh, ya'ni ravishdosh shakllarini yoddan bilishingiz kerak bo'ladi. Agar kimdadir yodlanmagan bo'lsa, qiynaladi. Testda qiynalishi mumkin. Bugun darsda xo'sh, mashqlar tahlilini men sizlarga qilib bermoqchiman. Mashqlar tahlilini. Undan oldingi darsimiz, bilasizlar, fe'l nisbati yuzasidan edi. Sizlarga bugungi darsimiz 6-sinf ona tili eski darslikdan fe'l nisbatlari va fe'l vazifa shakllarini birma-bir tushuntirib beraman. Nega? Chunki bu bitta dars oladi, juda muhim bo'lgan ma'lumotlar bor. Testga tushadigan jumlalar ayni mana shu kitobdan olinadi. Eslab qoling, testda tushadigan jumlalar, gaplar ayni mana shu kitobdan olinadi. Tak, boshlaymiz. Eslab olamiz, demak, nisbatlarni. O'zbek tilida 5 ta nisbat bor: aniq nisbat, o'zlik, majhul, orttirma va birgalik nisbatlar. O'qidi aniq nisbat, o'qitdi esa mana bu orttirma.
keldi aniq, keltirdi orttirma nisbat bo'ladi. Bajarildi kimdir tomonidan, bu majhul bo'ladi. Bajarishadi esa birgalik nisbat. Bilasizlarmi, kecha ham o'tgan darsda aytgandim, qachonki ish qo'shimchasidan keyin mana zamon, qaranglar, a kelasi zamon, d shaxson. Demak, ishdan keyin zamon, shaxson, mayl kelsa, bu birgalik nisbat bo'ladi. Qachonki ish qo'shimchasidan keyin egalik, kelishik va ko'plik shakllari kelsa, bu kechangi darsimiz harakat nomi qo'shimchasi bo'ladi. Bajartirdi qo'shimchasi bilan tir bor. Bu orttirma nisbatda bo'ladi. Demak, jami 5 ta aniq, o'zlik, orttirma, majhul va birgalik nisbatlari. Aniq nisbatda hech qanaqa qo'shimchasi yo'q degandek, o'zlik bilan majhulniki n, in, l, il bo'ladi. Birgalikniki sh, ish bo'ladi. Orttirmaniki esa bir nechta. T, tir, dir, giz, kiz, qiz, gaz, kas, qas, sat, qo'shimchalar bor. Buni biz yoddan bilishimiz kerak. Tak, 107da bizaga aynan mana shuni jumla bilan tayyorlaydi, gap bilan tayyorlaydi. Siz imtihonda birinchi bo'lib fe'lni boshlaganimda, bilasizlar, mana shu gapni aytgandim. Fe'llarni birinchi topib chiqish kerak. Fe'llarni topsakkina bu birinchi etap bo'ladi. Keyin mana nisbat topishimiz kerak. Bir yigit ko'zlari xiralashgan, ovqat yeganda qaltiraydigan qari otasining izzat hurmatini bajo keltirmasdi. Qarang. Demak, xiralashganda ma'noli qism. Bu ikkinchi ishimiz ma'noli qismga bo'lish bo'ladi. Nega? Agar ma'noli qismga bo'linmasa, nisbatni noto'g'ri topib qo'yishi mumkin. Xiralashganda xira asos, lash so'z yasovchi, demak bu aniq nisbatni beradi. Bu aniq nisbat ham sifatdosh shaklda turibdi. Yegandan sifatdosh shaklda, bu ham aniq nisbat. Qaltiraydiganda, demak, qalt taqlid so'z, ra fe'l yasovchi qo'shimcha, yedigan esa sifatdosh qo'shimcha. Bu ham aniq nisbat bo'ladi. Bajo keltirmasdan tir, orttirma nisbat. Bu orttirma nisbat bo'ladi. Bir kuni chol bechora qo'li titrab, osh suzib berilgan kosasini tushirib sindirdi. Demak, titrabda asosi titra, b esa ravishdosh qo'shimcha, aniq nisbat. Suzib berilganda gan, e'tibor beringlar, mana gan bu sifatdosh shaklda turibdi. Nisbati esa mana oxirida kimdir tomonidan suzib berilgan. Bu majhul nisbat bo'ladi. Bilasizlar, majhul nisbatda ish harakat bajaruvchisi noma'lum bo'ladi. Bu kimdir tomonidan bajariladi. Xo'sh, tushiribda asosi tush, orttirma nisbat. Esa mana bu yerda ib ravishdosh shaklida turibdi. Ko'ryapsizmi? Demak, fe'l bir vaqtni o'zida zamon, shaxson, mayl, fe'l vasfa shakllari va nisbatni ham bir vaqtni o'zida qabul qilsa bo'ladi. Qabul qila oladi. Sindirdida sin asosdir, orttirma nisbat. Ko'rdingizmi? Bu orttirma. Buni ko'rgan kelini nordon so'zlar aytib, uning ko'nglini vayron qildi. Ko'rgandagi gan sifatdosh shaklda, aniq nisbat. Aytibda ib ravishdosh shaklda, aniq nisbat. Vayron qildida, e'tibor bering, hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Ya'ni bu nima degani? Bu sof fe'l degani. Bu sof fe'l bo'ladi, nisbati esa aniq nisbatni beradi. Ana shu yerga bitta yana qaytib o'taman, avvalgi darsimizning qoidasi. Qachonki sof fe'l qachon bo'ladi? Uni tarkibida 3 ta qo'shimcha bo'lmasi kerak. Qaysi edi? Harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh qo'shimchasi bo'lmasa, demak mana bu sof fe'l deyiladi. Bo'ldi. Aniq nisbat ham qoidasini xuddi shuni oson qilib tushuntirganman. Shu fe'l tarkibida o'zlik, majhul, birgalik, orttirma nisbat bo'lmasa, bilingki bu aniq nisbat bo'ladi. Ko'rdingizmi? Qay darajada oson. Bu aniq nisbatda va sof fe'lni shakllantirgan. Shundan keyin yigit otasini hovlining bir chekkasida zax uyiga ko'chirdi. Mana bu orttirma nisbat, sof fe'lda turibdi. Kelin esa eri keltirib bergan yog'och kosada qaynotasiga ovqat bera boshladi. Mana ikkita KFSK qatnashyapti, e'tibor beringlar. Mana bu yerda keltirib berganda gan sifatdosh shaklda turibdi.
Mana sifatdosh qo'shimchasi bor. Bu sifatdoshda ib bu ravishdoshga qaralmaydi. Shaklda bo'lgan. Tak endi nisbati esa mana e'tibor beringlar. Tir orttirma nisbatda turibdi. Sifatdosh va orttirma nisbatda. Bera boshladi. Demak, bu aniq nisbat. Aniq nisbat tarkibida hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Endi fe'l vasfa shakllarida esa bu sof fe'l deyiladi. Nega? Nega sof fe'l? Chunki KFSQ bu. Bera boshladi KFSQ. Esladinglarmi? Kecha darsda nima degandim? KFSQ tarkibida mana bu a ravishdosh bo'lsa ham, bu biz ravishdosh demaymiz. Buni sof fe'l deb yuritamiz deb aytgandik. Bo'ldi. Endi qarang, mana bu yerda keltirib bergan ham aslida KFSQ. Mikrofonini o'chir. Kimdir yoqib qo'yibdi degan. Mikrofonni qo'shmanglar, menga xalaqit qiladi. Nima deyotgandim? Keltirib bergan ham KFSQ o'zi aslida. KFSQ. Mana bu ham bera boshladi KFSQ. Bir-birida farqi bor faqat. Mana bu KFSQda oxiri sifatdosh qo'shimcha bilan tugagan. O'shaning uchun men buni sifatdosh deyapman. Bu yerda sifatdosh qo'shimcha bor deyapman. Mana bunda bera boshladi, oxirida sifatdosh qo'shimcha yo'q. Bu KFSQni o'zi yaxlit holati turibdi. Shuning uchun bu aniq nisbat bo'ladi. Ko'rdingizmi? Xulosa qilavering ana shunday. Ketdi. O'g'li va kelinining bu kabi yaramas muomalalardan ko'ngli ozor topmoq qo'shma fe'l, vafot etgan qo'shma fe'l, eslab, ba'zan o'ksib yig'lardi. Mana ozor topganda gan sifatdosh shaklda bu aniq nisbat. Vafot etgan gan sifatdosh aniq nisbat. Eslabda es ot, la so'z yasovchi, b ravishdosh aniq nisbat. O'ksibda o'ksi asos, b ravishdosh aniq. Yig'lardi mana o'tgan darsda ar qo'shimchasini ko'rdik, 5 o'rinda omonligini yozdirgandim. Yig'lar edi. Mana bu yerda tovushi, ya'ni to'liq fe'ldagi tovushi tushib qolgan. Natijada mana bu ar qo'shimcha o'tgan zamon bu. Bu hech qanday orttirma nisbat emas. To'g'rimi? Qachonki ar qo'shimchasidan keyin edi, ekan, emish, emas to'liqsiz fe'llar kelsa, bu ar o'tgan zamon qo'shimchasi bo'ladi. Bo'la yig'i, ot, la so'z yasovchi bu aniq nisbat bo'ladi. Hech qanaqa qo'shimchasi yo'q. Endi fe'lni vasfa shakllaridan qaysi biri desa, sof fe'l bo'ladi. Sof fe'l bo'ladi. Chunki uni tarkibida na sifatdosh, na ravishdosh, na harakat nomi yo'q bunda. O'shaning uchun sof fe'l bor. Aniq nisbat bu sof fe'ldir. 5-6 yoshli nevarasi bilangina tasalli topar edi. Mana xuddi yana shu holat. Ko'rdingizmi? Ar edi bilan kelgancha bu o'tgan zamon qo'shimchasi ar bo'ladi. Bu demak aniq nisbatda sof fe'lni shakli bu sof fe'l bo'ladi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirar edi. Mana bunda ham tushib qolgan. Ma'sum so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosini kuldirib, uning qayg'u-alamlarini yengillashtirar edi. Mana. Demak, xulosa qilinglar. Mana bu yerdagi ar o'tgan zamon qo'shimchasi. Mana keltirar edi. Ar o'tgan zamon bunda. Orttirma emas. Bu orttirma emas, bu o'tgan zamon. Demak, o'tir asos bo'ldi. Demak, aniq nisbatda sof fe'lni shakllantirgan. Kelibda kel asos, ib ravishdosh aniq nisbat. Aniq nisbatni beryapti. Kuldiribda dir orttirma nisbat, ib esa ravishdosh shaklida bo'ldi. Orttirma nisbat ravishdoshda. Yengillashtiradida yengil asos, ya'ni sifat, yengillik fe'l yasadi, ya'ni fe'ldan sifat yasadimi? Bu so'z yasovchi qo'shimcha. Tir orttirma nisbat. Bo'ldi. Demak, bu orttirma nisbatda turibdi. Endi fe'lni vasfa shakllaridan esa sof fe'l bo'ladi. Bu sof fe'lni shakllantirgan. Bo'ldi. Iloji boricha imtihonda ham mana shunaqa jumlalar keladi. 8-testda, milliy sertifikatda yoki toifa imtihonlarining nechinchi testda keladi? O'shanda fe'l deganda tayya chizinglar birinchi. Tayya chizasizlar, ma'noli qismga bo'lasizlar, keyin nisbatni, nisbat qoidasi bo'yicha o'rgatganimdek
vazifa shaklimi? Shu vazifa shakli qoidasi bo'yicha topishga harakat qilish kerak. Mana ekranda ko'rib turibsizlar. Qanday topayotgan bo'lsam, xuddi shunday topinglar. Bundan teskarisi kim boshqacha yo'ldan ketayotgan bo'lsa, ko'p holatda lekin adashib qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, fe'llarni aniqlaymiz. Yer yuzida qancha millat, xalq, elat bo'lsa, demak, bo'lsa kesim. Xullas fe'l shuncha til bor. Tilsiz xalq yo'q, xalqsiz til ham bo'lmaydi. Ular egizak tushunchalardir. Birini biridan ayirib bo'lmas. Ular ayirib qo'yilsa, ikkisi ham o'zligini yo'qotadi. Xalq boshqa bir xalqqa qo'shilib ketadi. Bu KFSK bitta. KFSK bu. Bo'lsa-da, demak, aniq nisbat, sof fe'l. Bo'lmaydi-da, demak, aniq nisbat, sof fe'l. Ayirib bo'lmasda, demak, ib. Bu KFSKda turibdi ekan, e'tibor beringlar. Bu KFSKda turibdi, lekini bor. Lekini bor. Esladinglarmi kechangi darsimizda? Mas qo'shimchasi bu sifatdosh shaklda turibdi. Bu sifatdosh deyiladi. Nisbati esa aniq nisbat. Asosi ayir bo'ladi. Aniq nisbatda, demak, mas esa sifatdosh shaklda turibdi bu. Ayirib qo'yilsa, endi bu majhul. Demak, il qatnashdi. Kimdir tomonidan ayirib qo'yilsa, ko'rdingizmi? Va sof fe'l deyiladi. Mana bu ibni ko'rib, yana ravishdosh deb qo'ymanglar. Bu ravishdosh emas. Chunki o'sha qoida yana o'ynaydi bu yerda. KFSKlar doimo sof fe'l deb yuritiladi. Yo'qotadi. Yo'q modal so'zdan ot qo'shimchasi orqali fe'l yasalgan a kelasi zamon d shaxson qo'shimchasi. Sof fe'l aniq nisbatda. Qo'shilib ketadi. Demak, qo'sh asos, el esa o'zlik nisbatda. Nega o'zlik? Chunki xalq boshqa bir xalqqa o'zi qo'shilib ketadi. O'zi, ish harakat o'zini ustida amalga oshadi. Tushundingizmi? Demak, nisbati o'zlik nisbat, vazifa shakli esa sof fe'l deyiladi. Nega? Chunki KFSK. Chunki KFSK bo'ladi. Xo'p, mana shunday. Tak, katta. Erinmayman. Misol uchun bir nechta hozir mashqlar kelaveradi. Men tahlil qilib beraveraman. Sababi mana shu tahlillar bizga kerak. O'rganishimiz uchun, ko'nikma hosil qilishimiz uchun, fe'llarni qanday topayotganimga e'tibor bering, nisbat, vazifa shakllarini topayotganimga e'tibor bersanglar, bu zapisni yana qayta ko'rasizlar. O'zlaringiz ham bir mashq qilib, qayta ko'rsanglar, yangi yana ma'lumotlarni o'rganaverasizlar. Xotiralaringizga yana tez saqlab qo'yasizlar. O'shaning uchun iloji boricha maydalab tahlil qilib beryapman. Erinmasdan. Tak, nonning nomi ulug', nomidan ham o'zi ulug'. Bolaga ins-jins ziyon yetkazmasin deb ona o'z go'dagi yostig'i ostiga non qo'ygan. Ota o'g'lini o'zga yurtga safarga otlantirib, oq fotiha berarkan. Fotiha bermoq qo'shma fe'l bitta. Fotiha bermoq. Balo qazolardan saqlaydi degan ma'noda farzandini qo'liga non tutqazgan degan ham bor ekan mana. Fe'ldan topib chiqdik. Endi nisbati yetkazdi mana kas. Orttirma nisbatda sof fe'l bo'lgan. Sof fe'l. Qo'yganda endi qaranglar, ganni borki, bir sizlarga shu darsimni o'zida bitta eslatma qilib ketay. Shu darsimda o'zida bitta zaps bo'lsin. Tak, formula. Mana bu formulani katta qilib yopishtirib qo'yasizlar bir joyga. 100 marta yoki 300 marta takrorlaysizlar. Birinchi formula. Gan, kan va qan qo'shimchasidan keyin katta plus qilamiz. Edi, ekan, emish va emas. Nima deyiladi? Bu to'liqsiz fe'llar bular. O'qigan edi, borgan ekan, ekkan emish. Xullas, shaklda kelsa, shunaqa shaklda kelsa, mana bu gan, kan, qan bu o'tgan zamon qo'shimchasi bo'ladi. Tushundingizmi? Bu o'tgan zamon. Bu sifatdosh emas. Sifatdoshlar ham gan, kan, qan bor,
Lekin bu sifatdosh bo'lmaydi. Nega? Edi, ekan, emish, emas bilan kelgani uchun. Endi qachonki shuni teskari qoidasi. Teskari qoidasi. Qachonki gan, kan va qan qo'shimchasi o'sha fe'l so'z turkumi gan, kan, qan bilan tugagan bo'lsa, o'zi bilan tugagan bo'lsa, bu sifatdosh bo'ladi. Ya'ni undan keyin mana bu qo'shimchalar kelmaydi. Edi, ekan, emish, emas kelmaydi. Xuddi mana shunga o'xshab. Qarangda. Mana qaysini ko'rdim? Mana qo'ygan. E'tibor beringlar. Ostiga non qo'ygan. Mana gandan keyin hech qanaqa edi, ekan, emish mavjud emas. Demak, xulosa bo'ladi, bu sifatdosh bu. Bu sifatdosh demak, sifatdosh nisbati esa aniq nisbat bo'ladi. Aniq nisbatda turibdi. Ketdi. Otlantiribdi. Ot asos, lan so'z yasovchi, tir orttirma nisbat, ib esa ravish dosh bo'ladi. Fotiha berarkan, mana ar qo'shimchasidan ekan kelib qoldi. Bu o'tgan zamon qo'shimchasi. Bu orttirma emas. Bu orttirma emas. Demak, bermoq asos, demak, nisbati aniq nisbat bo'ladi. Nisbati aniq nisbat bo'ladi. Endi vazifa shakldanchi? Vazifa shakldan ham hech qanaqa qo'shimcha qatnashmadi. Bu, demak, sof fe'l deb yuritiladi. Aniq nisbatda va sof fe'l bo'ladi. Men o'zi juda ko'p holatda kuzatganman. Aynan mana shu ar qo'shimchasi qatnashgan yoki mana kan qatnashadi, deydi. Gan, kan, qandan kan qatnashdi-ku deydi. Buni sifatdosh deb qo'yadi. Lekin sal chuqurroq o'ylab ko'rmasa xato qiladi. Bu berar ekandagi to'liqsiz fe'l bu. Ardan keyin ekan keldimi? Demak, ar o'tgan zamon, ekan to'liqsiz fe'l, значит, bu yerda hech qanaqa qo'shimcha mavjud emas. Aniq nisbat beradi va sof fe'lni shakllantiradi bu. Saqlaydida saqla asos, ye kelasi zamon, deysa shaxson qo'shimchasi bo'ladi. Bu ham aniq nisbatda va sof fe'l bo'ladi. Degan, mana gan sifatdoshda turibdi, aniq nisbatda. Tutqazganda gaz, qas degan qo'shimcha orttirma nisbatda, gan esa sifatdosh shaklda turibdi. Bo'ldi. Yo'lga chiqqan Bahodirga ota-onasi yoki suyuklisi non tishlatgan. Tishlatgan fe'lni topdik. Toki non nasiba tortib, u o'yiga sog' salomat beshikast qaytsin. Xastani, keksalarni ko'rish, ustozni ziyorat qilish, hol ahvol so'rash, o'yiga non tugib borish boshlangan. Mana fe'llarni topdik. Qan sifatdosh, aniq nisbat. Tishlatganda t orttirma nisbat sifatdosh shaklda. Tortibda ib ravishdosh, aniq nisbatda. Qaytsinda esa aniq nisbat sof fe'lda turibdi. Hech qanaqa qo'shimchasi mavjud emas bunda ham. Ko'rish, mana bu yerdagi ish esa harakat nomi bu. Harakat nomi. Mana nima uchun men harakat nomi dedim? Kechangi darsimizni eslanglar. O'sha yerda har bitta jumlamdan sizlar yangi ma'lumotlar olasizlar dedimmi? O'shaning uchun zapisni qayta ko'rsanglar, mana bu ma'lumotlar yana keladi-da. Qachonki ishdan keyin egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalar kelsa, bu harakat nomi deyiladi. Qani endi bu yerda egalik, kelishik bor bu yerda. Faqat belgisiz holatda turibdi. Keksalarni ko'rishdan, ziyorat qilishdan, so'rashdan, tugib borishdan, manadan. Oxirida qo'llangan kalit so'z bo'lib, ko'rdingizmi? Demak, chiqish kelishigi bor bu yerda. Demak, mana ish harakat nomida turibdi, aniq nisbat. Ya'ni kimdir buni birgalik nisbat qilsa bo'ldi, tamom. Kalla qo'ygan bo'ladi. Kim mana shu ishni birgalik qilmoqchi bo'lsa, kalla qo'ygan bo'ladi. Ziyorat qilish harakat nomi, aniq nisbat. So'rash harakat nomi, aniq nisbat. Tugib borish harakat nomi, aniq nisbat bo'ladi. Aniq nisbat bu. Ko'rdingizmi qanday? Boshlanganda bosh asos, la so'z yasovchi, n esa kimdir tomonidan boshlangan. Bu majhul bo'ladi. Bu majhul nisbat. Gan esa sifatdosh shaklda. Ko'rdingizmi? Ish harakat kimdir tomonidan qilinganda, bajaruvchisi noma'lum bo'lyapti. E'tibor bersalar, mana shu gaplar bor-ku.
mana shu jumlalar, mana 110-mashqda kelgan. Mana shu gaplar hammasi testga kelgan. Eng qizig'i. Bu testlarni men o'quvchilarga ishlatur deyali yod bo'lib ketganda. Aynan shu jumlalar. Masalan, ko'rishdan tugib borishdan boshlangan, avval ham ishlatganmiz. Testga mana shular keladi. Tak. 11-mashq. Xo'p, bizda aniq nisbatda mashqdan berilyapti. Rahimberdi va Qudratali amakilarni yashaydigan hovlining ko'chadan kira verishida ariq bo'yida kattagina bo'sh bir o'tinxona bo'lar edi. Yashaydigan yosh ot so'z turkumi a fe'l yasovchi. Natijada asosdagi o tovushi a tovushiga o'zgarib, fonetik o'zgarish bo'lgan bu yerda. Yosh yasha bo'lgan. Demak, bu yasama so'z. Yasama so'z bo'ladi. Yedigan, adigan esladinglarmi? Bu sifatdosh aniq nisbatda. Kiraverishi. Bilasizlar o'zi aslida kiraverishi qanaqa bo'lgan? Aslida bunday yoziladi. Faqat biz mana shunaqa tipda o'rganib qolganmiz. Aslida kiraverish bo'ladi. Bilasizlarmi? Mana. O'qiyversin deymiz-ku. Ishlayversin, o'qiyversin. Aslida unday emas u. O'qiyversin, ishlayversin, u bermoq fe'li bor bu yerda. Qatirib versin deb ketamiz. Fonetik o'zgarish qilamiz ana shunda. O'zi aslida mana bunday yoziladi. Kiraverish, o'qiyverish, ana shunday. Ko'rdingizmi? Demak, bu KFSQ. Kir asos a ravishdosh shaklida turadi. Mana bu kiraverishdagi ish esa harakat nomi. Demak, ani men o'chib turaman. Demak, bu aniq ravishdosh shaklida emas. Ish harakat nomi. Yana bitta isbot bo'ladiki, mana egalik kelyapti, kelishik kelyapti. Ko'rdingizmi? Shu narsa o'ziga tortadi sizga. Kim bu ishni ko'rib birgalik nisbat qilmoqchi bo'lsa, kalla qo'ygan bo'ladi yana. Bu aniq nisbatda. Bu aniq nisbatda. Fe'l vasfa shaklidan esa ish harakat nomida turibdi. Bo'ldi. Ketdi. Bo'lar edi, esladinglar-a? Bu o'tgan zamon, bo'l asos. Aniq nisbatda sof fe'lni shakllantirdi. Ketdi. Shu xonani dadam ko'chamiz bolalari berdilar. Bolalar ishga kirishib ketdilar. Dadam bosmaxonadanmi, magazindanmi juda ko'p har xil afishalar, mushtum keltirib berdilar. Bo'ladi. Ket. Demak, ber asos, dilar esa shaxson bo'ladi. Di o'tgan zamon, lar esa shaxson. Aniq nisbat sof fe'l bo'ldi. Oson. Kirishib ketdi. Bu KFSQ ko'rib turibsizlar. Bu KFSQ. KFSQ bo'ldimi? Demak, bu sof fe'l bo'ladi. Endi nisbati desa, qaranglar mana. Kirmoq fe'liga mana bu yerda ish degan qo'shimcha bor. Bolalar birgalikda kirishib ketdi. Mana bu birgalik nisbat bo'ladi. Ko'rasizmi? Bu harakat nomi emas endi. Chunki bu ishdan keyin egalik kelish kelmayapti. Ravishdosh kelyapti. Ravishdosh. Ana shu holatda ravishdosh kelib qoldimi, bilingki, bu nisbat bo'ladi. Birgalik nisbat qo'shimchasi bu. Kirishib ketdilar. Demak, nisbati mana bu yerda la o'zi bitta qoida bor-da, sal bitta kichkinaroq qoidacha bor. Birgalik nisbatda. Birgalik nisbat deydi qo'llanmalarda. U ko'plik shakli bilan sinonim bo'ladi deydi. Mana bolalar mana shu ko'plik bilan sinonim bo'ladi. Har qanaqa shakldagi birgalik nisbat fe'lini ishlating-da, lar bilan sinonim bo'ladi. Mana ishlashdi deylik. Ish asos, la so'z yasovchi, she birgalik nisbat ishlashdilar. Endi xohlaganda misol tuzing-da, baribir ko'plik shaklini qo'llaysiz o'sha yerda. Bolalar birgalikda ishlashdi. O'quvchilar yoki ishchilar deysiz, baribir. Shunaqa bitta qoida bor. Birgalik nisbati ko'plik shakllar bilan sinonim bo'la oladi. Mana bolalar birgalikda kirishib ketdi. Bu birgalik nisbatda. Vazifa shakli esa sof fe'l bo'ladi. Aynan mana shunday tahlil qilinadi. Dadam bosmaxonadan ko'rdik, keltirib berdilar. Tir nisbat bu KFSQ sof fe'l bo'ladi. Bo'ldi. Sof fe'l bo'ladi. So'ng dadam o'z kutubxonalarida va yana allaqayerlarda ancha kitob keltirib berdilar. KFSQ. Shu bilan qarabsizki, qarang.
Mana bu yerda qarabsizki so'zini anavi qilmayman. Nima deydi? Fe'l deb olmayman. Kim biladi? O'sha yoqqa bitta komment yozinglar qansizlar. Nima uchun mana shu qarabsizki so'zini fe'l deb olmayapman? Kim biladi? Bilganlar komment yozsin. Qani, variantlaringiz bormi shunga? Qani, yozamiz. Ungacha men bitta suv ichib olaman. Lekin javobi juda oddiy. Yozamiz. Tez. Qani, hamma yana o'ylab ko'ringlar. To'g'ri aytdinglar. To'g'ri deyarli. Yo'q, yuklama emas bu. Bu qarabsizki so'zi bor-ku. Bu kiritma. To'ppa-to'g'ri. Endi sizlar kiritmadi sintaktik birligini aytyapsizlar. O'zi aslida bu nima deb savol bersam, siz buni modal so'z deb javob berishingiz kerak. Modal so'z bu. Modal so'zni gapdagi sintaktik vazifasi to'g'ri kiritma deyiladi. To'g'ri, haqiqatan kiritma bu. Yana bitta isboti bor, bilasizlarmi? Mana bu yerda e'tibor beringlar. Shu bilandan keyin virgul ishlatilgan. Hech ko'rgansizlarmi? Qayerdadir bir essedami, boshqa kitobmi, jurnalida shu bilan qarabsizki deb bilandan keyin virgul qo'yganini hech ko'rgansizlarmi? Yo'q. Bitta qoida bor. Agar kiritma gapni o'rtasida qatnashsa, ikki tomonlama virgul qo'yiladi. Mana bu virgul kiritmani virguli bu. Ko'rdinglarmi qanday ishlatilyapti? Modal so'zlar ham xuddi shundayda, mana shu kiritmalar. Ki undalmalar bor. Agar undalma gapni boshida kelsa, undan keyin bitta virgul, o'rtasida kelsa ikki tomonlama virgul, oxirida kelsa bitta oldin virgul. Mana bu kiritma ham xuddi shunday. Qarabsizki, mana shu kiritma bo'lgan uchun ikki tomonlama virgul qo'yilgan. Chunki gapni o'rtasida kelyapti. Shuning uchun bu qarabsiz fe'l deb olinmaydi. Ana shu joyi o'quvchini sal chalg'itib qo'yishi mumkin. Ko'rdinglarmi? Shinamgina kutubxona paydo bo'ldi. Bolalar kitob, jurnal, gazetalar o'qigani tez keladigan bo'ldilar. Paydo bo'ldi bu qo'shma fe'l. Bu aniq nisbat sof fe'lda turibdi. Sof fe'lda. O'qigani o'qi asos. Mana kecha o'tgan mavzuyimizdagi maqsad ravishdoshi qo'shimchasi. O'sha darsda men nima dedim? O'sha videoni yana qayta ko'rish kerak, kimlar agar eslolmayotgan bo'lsa. Maqsad ravishdoshi degandim. Nima maqsadda so'rog'ini olish kerak? Gani. Endi so'roq beramiz. Demak, mana shu bolalar keladigan bo'ldi. Nima maqsadda keladigan bo'ldi? O'qigani, ko'ryapsizmi? Mana gapda hol bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Demak, bu gani maqsad ravishdoshi qo'shimchasi hisoblanadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Shunaqa holatlar bor. Gani qo'shimchasi ikkiga ajraladi. Endi qarang, qachon ajraladi? Misol yozaman. Misol uchun Sardorning, shuni yozib ko'rsatay. Sardorning o'qigani, mana bu yerda ham mana ganini yozyapman, e'tibor bering. Yozuvimga tushunyapsizlarmi? O'qigani foyda berdi. Mana shu gap. Mana qaranglar, ikkita gani qo'shimchasi keldi. Men bu yerda ganini bitta yaxlit qo'shimcha deyapman. O'qi asos, gani maqsad ravishdoshi. Lekin men hozir Sardorning o'qigani foyda berdini ikkiga ajrataman.
Nima uchun ajrataman? Bitta sabab bor. O'qi asos, ganni sifatdosh, kecha o'rganganimiz, i esa egalik qo'shimchasi. Biz shuni mana bunday isbot qilishingiz kerak. Egalik qo'shimchasiga qaraysiz. Egalik qo'shimchasi har doim nima bilan tobelanadi? Qaratqich kelishligi bilan tobelanishi shart, majburiy. Majburiy. Mana bu gapda qarang, bolalar kitob, jurnal, gazetalar o'qigan, bu yerda hech qanaqa qaratqich kelishligi yo'q. Mavjud emas. Lekin mana bu yerda qaratqich kelishligi doimo egalik qo'shimchasini olgan so'zga tobelanishi kerak. Ya'ni qanday tobelan? Sardorning o'qigani. Sardor tobe so'z, o'qigani esa hokim so'z bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Mana shu holatda bo'ladi. Yana bitta farqini ko'rsataman, qaranglar. Yana bitta farqi. Gap bo'lagida ham farqi bor. Mana bu yerda nima maqsadda so'rog'ini oldi, gapda hol bo'ldi. Endi buchi? Sardorning o'qigani foyda berdi. Foyda berdi kesim, so'rab beramiz. Nima foyda berdi? O'qigan, bu ega bo'ladi. Ana. Gap bo'lagidan ham farqli bo'lsa bo'ladi. Maqsad ravishdoshi bo'lganda, gapda hol bo'lib, nima maqsadda so'rog'ini olar ekan? Agar gan plus i, ya'ni sifatdosh va bittasi egalik qo'shimchasi bo'lganda, u nima maqsadda degan so'roqni olmaydi. Ko'pincha mana shunga o'xshab ega vazifasida keladi. Ko'pincha ega vazifasida keladi. Bu bitta farqi. Yana bitta farqini ko'rsataman. Qaranglar, yana farqi bor. Mana bu yerda bolalar kitob, jurnal, gazetalar o'qigani deyapti. Mana shu o'qigani zamoni qaysi desa, nima deysizlar? Bu kelasi zamon bu. Hali o'qigani yo'qmi? Yo'q. Ish harakat hali bajarilgani yo'q. Bolalar jurnal, gazeta o'qigani. Endi boradi, kelajakda boradi. Demak, xulosa qilinglar. Gani maqsad ravishdoshi bo'lganda, mana shu fe'l kelasi zamonni ifodalash kerak. Shu fe'lni o'zi. Hammasi emas, shu fe'lni o'zi. Mana buchi? Sardorning o'qigani foyda. O'qiganiga qaraydi. Foyda berdiga emas. O'qigani. O'tgan zamonda o'qigan. Va o'shanda foyda beryapti, ko'rdingizmi? Demak, gan plus i bo'lganda bu o'tgan zamonda bo'ladi. Mana zamonida farq bor ekan, gap bo'lagida farq bor ekan, so'roqlarda ham farq bo'ladi. Va tobelanishi, qaratqich kelishiga egalikka tobelantirib qo'yasiz shunda. Vot mana. Ana shu gani qo'shimchasini aynan mana shuni tahlil qilib berganimni diqqat bilan demak eslab qoling va keyingi darsda mana shu zapisdan yana qayta ko'ring. Bundan boshqa farqi yo'q. So'rog'i, demak zamoni va gap bo'lagidan farqlab olasan shunda. Bo'pti. Demak, tez-tez keladigan bo'ldilar. Demak, adigan sifatdosh qo'shimcha, zamoni esa mana aniq nisbatda. Bu esa aniq nisbat bo'ladi. O'tib ketdi bu ham. Demak, 13 erinmaymiz. Har bitta nimasini shunday tahlil qilib berishim kerak. Shamol, zerikmadinglarmi? Zerikmadinglarmi tahlildan? Endi o'quvchilar biz shunday tayyorlanganmizda, shunaqa mashqlarni, misollarni erinmasdan bittama-bitta qilib shuni anglaganmizda, qanday topishdi. Любой test kelsa ham, Xudoga shukr, hech qanday xatolik ketmaydi. Fe'llarni topib, mana shu tahlillarni ustozimiz vaqtida qilib bergan o'sha paytlar shunaqa qilib eslab qolganmiz. Shu kitobda o'zida. Yo, zerikdinglarmi? Zerikkanlar bormi? Zerikkanlar bormi? Bo'lsa bitta qo'shiq aytib bersin. Yo'q deyishyapti-ku. Ya, Latifa afandi aytib beray. Afandi aytib beray. Bo'ldi, ketdi.
Shamol toy ekan, kuchga boy ekan, yengil ko'charkan, ko'kka ucharkan. Kampir tong qorong'usida xamir qilgan. Mana endi gani keldi. Gani turib, ho'kizidan xabar oldi. Shu ganiga qaytaylik. Hozir tushuntirib berganim uchun. Qani bittada aytaylik. Masalan, 3 ta farqini aytdim. Mana shu yerda gani ajraladimi yoki ajralmadimi? Tez aytaylik faqat. Tez qani komment. Tez. Yashin 3 ta farq bo'yicha. Ajraladimi, ajralmaydimi? Gani. Tez. Qani komment. Yo'q, ajralmaydi. Yo'q, ajralmaydi. Maqsad ajralmaydi. Mana yetib bordi-da. Hamma tushundi. Mana haqiqatdan ajralmaydi bu. So'rog'ini ham qaranglar. Nima maqsadda turdi? Nima maqsadda? Xamir qilgan. Mana so'rog'i ham, gapda xolam bo'lib keladi, to'g'ri? Demak, ajralmaydi. Til asos, gani maqsad, ravishdoshi bo'ladi. Katta ko'charkanda. Ko'chmoq asos, bu yerda ekanda to'liq fe'lda tushib qolgan, ar esa o'tgan zamon. Demak, nisbati aniq, nisbatda sof fe'l. Ucharkan xuddi shunday. Ar o'tgan zamon tovushi tushib qolgan, aniq nisbatda sof fe'lni shakllantiradi. Xamir qilganda gani, demak, ravishdoshligini topdik, nisbati esa aniq nisbat. Turibda ib ravishdosh, aniq nisbat. Xabar oldida, demak, aniq nisbat sof fe'l, chunki hech qanaqa qo'shimchasi yo'q. Ra'no javob berish o'rniga birdan yig'ladi. Ancha vaqt ko'z yosh to'kib turdi. Qobil yugurib borib, do'konxona eshigidan ko'chaga qaradi. Ko'zim tikdim, parqu bulutlar ko'char edi, zilol va toza. Lochin kabi samolyot uchar edi. Mana bu yerda ham edi tushib qolgan, chunki bu she'riy misra bo'lyapti. Ko'rdinglarmi? Bu she'riy misra bu. Ko'char edi, uchar edi, solib ovoza solmoq qo'shma fe'l. Bu bitta deb olinadi. Ketdi. Javob berishdagi ish harakat nomi. Bu harakat nomi. Chunki bundagi zamon yo'q, bir nisbat emasda. Harakat nomi, demak, nisbati esa aniq nisbat bo'ladi. Bu aniq nisbat. Yig'iladi. Yig'i ot, la fe'l yasovchi, di o'tgan zamon. Aniq nisbat sof fe'lda turibdi. To'kib turdi. Kefesaqa bu. Kefesaqa bo'lgandan keyin sof fe'l bo'ldi. Nisbati esa aniq nisbatni beradi. Yugurib borib, endi qarang, mana bu ham kefesaqa. Faqat kefesaqani ko'makchi fe'lini oxiri nima bilan tugayapti? Ravishdosh bilan tugayapti. Lekin mana bu kefesaqani men ravishdosh deyman. Ikkita ravish, mana kefesaqa farqini ko'ryapsizlarmi? To'kib turdi, o'tgan zamon bilan tugab, gapni kesimni shakllantirdi. Gap tugadi. Shuning uchun sof fe'l. Turmoqdan keyin hech qanaqa mana ib kelmayapti-da. Lekin mana bu yugurib boribdagi ib, ya'ni kefesaqa, yetakchi fe'l va ko'makchi fe'l oxiri ravishdosh bilan tugagani uchun men buni ravishdosh deyman. Lekin farqini ko'rib olinglar. Buni ravishdosh deyman. Nisbati esa lekin aniq nisbat bo'ladi. Bu aniq nisbat. Farqini diqqat bilan qarab olinglar. Qara asos di o'tgan zamon, aniq nisbat sof fe'l bo'ladi. Tikdim. Tik asos di o'tgan zamon, me esa shaxson, aniq nisbat sof fe'lda. Ko'char edida ar o'tgan zamon edi to'liqsiz fe'l, demak bu ham aniq nisbat sof fe'l. Uchar edi, bu ham xuddi shunday. Uchar edi, aniq nisbat sof fe'l, aniq nisbat sof fe'l bo'ladi. Ovoza solib. Endi qaranglar. Bu inversiya bo'lgan. Inversiya. Ovoza solib desak, oxiri nima bilan tugaydi? Ib bilan tugaydi. Ovoza solib. Demak, bu ravishdosh deyman buni. Bu ravishdosh, nisbati esa aniq nisbatdir. Turibdi bu. Ketdi. 13 ni ham ko'rdik. Tak, ana endi bu yerda o'zlik nisbati kelyapti. Halima juda ozod kiyinadi, o'zi kiyinadi. Sobir masalani yechishga qiynaladi. Ko'ryapsizlarmi? Tushuntirib berdim. Tak, taradi aniq,
Tarandi, o'zi taranadi. Yuvdi, aniq, yuvindi, o'zi yuvinadi. Maqtadi, aniq, maqtandi, o'zi maqtanadi. Kalit so'zi bilasizlar, bu o'zi degan kalit so'zchamiz bor. Ketdi. Xo'sh, 16. Bitta narsa esimga kelib qoldi. Nisbatda o'tayotgan vaqtimda qayerda edi? Mana hozir ekranda ko'rsatadi. Sizlarga nisbat mavzusini o'tayotganimda mana bir g'alati bir voqea sodir bo'lgan. G'alati bir voqea nisbatlar yuzasidan. Mana shu misol bor. Mana qaranglar, o'zlikda qaranglar-da. Hozir o'tgan dars mana shu o'zlikda o'tgan vaqtimizda. Mana shu misol yozilgan ekan o'zi ham. Qaranglar mana. Chaqaloq tug'ildi bor-ku. Yaxshilab e'tibor beringlar, ekran bor. Bor ekan. O'zlik nisbatda chaqaloq tug'ilida ilni o'zi tug'iladi deb tushuntirganman sizlarga. Menga negadir shu o'quvchilar sal tushunchasi sal abituriyentlarda ko'proq tushunchasi sal boshqacharoqmi yo nisbati sal boshqacharoq fikrlaydimi? Har sezonda mana bitta gruppa ochsam, bir o'quvchi chiqib o'tiradi-da. Qanaqa? Ustoz mana u boshqacha misol aytaman. Alisher Navoiy 1441-yilda tug'ildi so'zida il borda. O'zi tug'iladi deb o'zlik nisbat desam. Bular yo'q ustoz. Bu o'zlik emas. Bu majhul bo'ladi. Kimdir tomonidan tug'iladi. Yo'q. O'sha 9 oy o'tsa ham farzand baribir tug'iladi. U o'zini tug'iladi. Uni o'zini ustida amalga oshgancha o'zi tug'iladi deb tushuntirib bersam, bir yil shunday voqea bo'lgan. Bir o'quvchi keldida boshqa o'qituvchiga tayyorlangan kishisi ana shu chaqaloq tug'ildi, Alisher Navoiy 41-yilda tug'ildi deb majhul nisbatda o'rgatgan ekan. Menga keldi, shu darsga to'g'ri kelib qoldi, xafa bo'ldi. Ertasi kuni kelib, ustoz, siz yaxshi bilmagansiz fanni. Men sizga kelmayman deb qochib ketdi. Shundaylar kulgim kelar. Yo'ling omon bo'lsin, yo'ling bexatar bo'lsin, sen to'g'ri yo'ldasan deb surbetdan deb keyin nima qilib o'rganman. 1 yil shunday bo'lgan, keyin oradan bir yil o'tib, keyingi yili yana bitta o'quvchi shunaqa chiqib qoldi. Shu misolni tushuntirsam, chaqaloq tug'ildi, Navoiy 41-yilda tug'ildini aytsam, o'zlik nisbatda desam, ketdi. Yo'q, bu majhul bo'ladi ustoz deydi. Endi ular tasavvur qildinglar, qanaqadir fikr bilan majhul demoqchida ular. Ya'ni kimdir tomonidan tug'iladi demoqchida ular. Yo'q, unaqa emas. U biologik jihatdan shundaydir. Biologiya fanidan shunday. Ona tili nazariyasida chaqaloq tug'ildi, o'zi tug'iladi. Xuddi ana borda antonimlar mavzusida bir sonini antonimi qaysi desa, bir o'quvchi -1 deydi. Yo'q, unday emas. U matematikada shunday. 1ni teskarisi -1, 10ni teskarisi -10 bo'lishi. U matematika nazariyasida. Ona tili nazariyasida unaqa emas. Sonni, ya'ni antonimi, 10ni antonimi qaysi desa, uni antonimi yo'q. 100 sonini antonimi qaysi yo'q. Bunda ham xuddi shundayda. Bu ona tili nazariyasi bilan chaqaloq tug'ildi, 41-yilda Navoiy tug'ildi, bu o'zlik nisbat bo'ladi. Ana shu tomonda ustoz, siz yaxshi bilmayotgansiz nisbatni, biz yaxshi o'rgata olmayotgansiz, ketib qolgan. Sen to'g'ri yo'ldasan, ketaver deb keyin kuzatib o'rganman. Shunaqa bir voqea bo'lgan. Qani tushuntirdim. 16 edi. Ketdi. Xo'sh, fe'llarni ajratamiz, nisbatlarni. O'zbekiston xalq shoiri Habibiy domla Aruzni chuqur o'rganib, unda ijod qilib, mumtoz adabi an'analarini bahol qudrat davom ettirgan. Shu boisdan u 30-yillarning boshida adabiyotdan chetlatilgan. Uning uchun nashriyot eshiklari yopib qo'yilgan. Ketdi. O'rganibda gan. Endi qarang, O'zbekiston xalq shoiri Habibiy domla Aruzni chuqur
o'rganibdi. O'rgan asos bo'ladi. Bu yerda yana sifatdosh bor deb o'ylamanglar. Bu sifatdosh emas. Asosi o'rgan bu. Mana ib ravishdosh bu. Nisbat esa aniq nisbat bo'ladi. Ijod qilibdi. Ib ravishdosh aniq nisbatda. Davom ettirganda tir orttirma nisbatda, gan esa sifatdosh shaklda. Chetlatilganda, demak, chet asos, la so'z yasovchi, t orttirma nisbat, il esa majhul nisbat. Bitta qoida aytdim darsda. Bir fe'l tarkibida bir nechta nisbat qo'shimchalar qatnashsa, mana orttirma, majhul, oxirgisi hisob deyilgan. Oxirgisi olinadi. Chetlatilgan kimdir tomon, demak bu majhul nisbatda deyiladi. Majhul nisbat, endi vazifa shakli esa bu sifatdoshda deb bilamiz. Sifatdoshda turibdi. Yopib qo'yilgan, mana yopib qo'yilgandagi gan sifatdosh shaklda, il esa kimdir tomonidan yopib qo'yilgan, bu esa majhul nisbat bo'ladi. Ketdi. O'sha kezlar domla tirikchilik vajidan Andijonning chekka bir qishlog'idagi magazinda ishlashga majbur bo'lgan bu qo'shma fe'l. Ishlashganda ish asos, la so'z yasovchi, sh harakat nomi, chunki kelish kelyapti. Bu esa aniq nisbatda. Aniq nisbat, lekin harakat nomida turibdi. Majbur bo'lgandagi gan sifatdosh bo'ladi. Bu sifatdosh aniq nisbatda. Davom ettirgandagi gan zamon emasmi? Yo'q, boya formula yozdirdim-ki, ana shu formulani yozing yoki nima, siz eshitmadingizmi To'ray va Nargiza? Bu formulani men bekorga yozib berdim. Qani edi? Mana ganni tushuntirdim-ki. Mana bu formulaga tushadi bu. Tak. Ya, buni ishlashimiz uncha shart emas. Majhul nisbatga keldik. Majhul nisbatdan bir ikkita mashqlarni ko'raylik. Sharifa xat yozdi, aniq. Xat Sharifa tomonidan yozildi, bu majhul bo'ladi. Kimdir tomonidan. Ketdi, qani majhullarni. Shu mashqdan faqat majhullarni ko'rib ketamizmi? Xo'sh, faqat majhullarni topaylik. Qor yog'ib turibdi, yo'lning 15 chaqirimchasi hovullagan dalalardan o'tadi. Qor siyrak yog'ayotgani uchun uzoq-uzoqlar ko'rinadi. O'zi ko'rslik. Lekin bora borguncha bironta tirik jon ko'zga tashlan, o'zi tashlanmaydi. Bu ham o'zlik bo'ladi. Shamol yo'q, jimlik, tiq etgan tovush eshitilmaydi, o'zi eshitilmaydi. Mana o'zlik bo'lyapti bu ham. Qo'limda 1 metr keladigan irg'ay tayoq, belbog'imga bitta kulcha tugilgan. Ana bu majhul. Kimdir tomonidan tugilgan bo'ladi. Bu majhul. Egnimda otamning uzun chakmoni, zerikkanimda qorga tayoq bilan chizib o'taman. Bu bitta majhul, qolgani o'zligi. Savol sizlarga. Yo'q, bo'ldi. U savol bo'lmaydi. Tak, mana 21 ga kelib qoldi o'zi haqiqatdan. Savolni ko'ryapsizmi? Avval o'zlik nisbatdagi fe'lni, keyin majhul nisbatdagi fe'lni toping. Mana shu misol tezga kelganda, Buyuk bobo Korozi Alisher Navoiy 41-yilda mana o'zi tug'ilgan. Bu o'zlik bo'ladi bu. Majhul emas, o'zlik. U yuziga belbog'ni tashlab ko'rpachaga cho'zildi. O'zi cho'ziladi. Fe'llarni e'tibor beryapsizlar, o'sha dars vaqti tushuntirib bergan fe'llar ishlatilyapti. Bu ham o'zlik. Hozirgi kunda milliy xalq hunarmandchiligiga katta e'tibor berilmoqda. Kimdir tomonidan bu majhul. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, dunyoda hamma narsa yaratilgan. Kimdir tomonidan bu ham majhul bo'ladi. Ammo Xushnavo bulbul mana. Bu ham kimdir tomonidan, bu ham majhul. Ho'kizing hech qayerga ketmaydi, topiladi. Kimdir tomonidan, bu ham majhul bo'ladi. Fe'llarni e'tibor bering va qoidaga tushirib top ketsa bo'ladi. Tak, orttirma nisbat. Orttirma nisbatni ham tezroq topib ketamiz. Aniq va orttirmaga bo'ling. Orttirmada aniq nisbat, tomchilamoq aniq, to'ydirmoq orttirma, chaqirmoq aniq nisbat, chunki asosiy chaqir bo'ladi. Tushuntirmoq orttirma, anglamoq aniq, yotqizmoq orttirma bo'ladi, asramoq aniq, o'tkazmoq kas orttirma,
topmoq aniq, keltirmoq orttirma, qaramoq aniq, tasvirlamoq aniq, tushirmoq esa orttirma. Ko'rmoq aniq, ko'rsatmoq orttirma, ishlatmoq ham orttirma. Tagiga chizganlarim orttirma. Qolganlarning hammasi aniq nisbatda turibdi. 26da orttirmani tez topib ketaman, qarang. Suv qahr bilan uning biqiniga urilib shovular. To'g'ri, mana urilibda o'zlik bor, buni aytmayapman hozircha. Boshqa nisbatlarni aytmayapman. Hozircha uni faqat orttirmani topib ketaman. Shovular boshidan oshib o'tguday bo'lar, lekin tog'day gavdasini qimirlamoq olmas edi. U soydan o'ta olmay qaytganlarning hammasini birma-bir qo'lidan ushlab o'tmoq qo'ydim. Fe'lni qo'yishimiz kerak ekan. Kerak emas o'zi. Qo'yishga hozircha vaqtimiz yo'q. Boshqa misolni ko'raylik. Orttirma nisbat bormikan? Bunda ham qo'shimchani qo'yishimiz kerak ekan. Nisbatini aniqlaylik. Abdulla Avloniy o'z ishini maktab ochish aniq nisbat, boshladi aniq nisbat, chiqardi esa mana. Endi qaranglar. Mana ar qo'shimchasini 5 ta omonimligini eslanglar. Chiqardidagi faqat ikkita fe'lda bo'ladigan mana orttirma. Ko'rdingizmi? Chiqardi va qaytardi fe'li bor edi. 2 dona fe'l o'zbek tilida. Ana shu orttirma. Ya'ni o'ylamanglar, bu yerda chiqardidagi bilan tovush tushib qolgan yo'q, unaqa emas. Gazeta chiqar edi. Yo, uni mazmunda to'g'ri qoladi unda. Bu chiqardi bo'ladi. Ar orttirma nisbatda, di esa o'tgan zamon. Mana orttirma. Darslik yozdi aniq nisbat, bostirdi mana orttirma turibdi. Teatr ishlarini yo'lga qo'ydi aniq nisbat, yozdi aniq nisbat, havaskorlarni yig'ib aniq nisbat, ko'rsatdi esa orttirma bo'ladi. Abdulla Avloniy o'z xizmatlari bilan o'zbek ma'rifatchiligiga katta hissa qo'shdi aniq nisbat, yangi zamonaviy o'qitishda mana ilmiy amaliy asoslar berdi aniq nisbat. Endi bu mashqni sal tezroq topib ketdim faqat. Nisbatni ko'proq bajarursan, shunda sal tezlashsa ham bo'ladi. Tak, birgalik nisbatda ham 5-inchisi ham qolib ketmasin. Birgalik nisbatda aytdim-a, ko'plik shakli bilan sinonim qilsa bo'ladi. Yaxshini badnom qilib bo'lmaydi aniq nisbat. Odamlar bilan ularning aqliga monand gaplash. Mana qaranglar. Mana bu yerda gaplash ham aniq nisbat bo'ladi. Nega? Bu gaplar emas, bu asosiy gap. La degan fe'l yasovchi emas bu yerda. Lash so'z yasovchi bo'lgan. Bu aniq nisbat bu. Ya'ni o'ylamanglar, bu birgalikda gaplash qilib buni birgalik deb qo'ymanglar. Sal chalg'ituvchi misol taylagan bu yerda. Allaqayda bulbul to'lib toshib kuylaydi. Aniq nisbat. Mehmonlar qorovullarning qistashiga qaramasa, mana mehmonlar birgalikda kirishmadi. Birgalik. Qushlar uni yaxshi ko'rishib, mana ish. Qushlar birgalikda yaxshi ko'rishib, mayna deb ism qo'yishibdi. Qushlar birgalikda qo'yishgan. Mana birgalik nisbat bor bu yerda ham. 34da qani birgalikda topamiz. Vodil qishlog'ining choyxonasi yo'l boshiga ikkita katta keksa chinor soyasiga joylashgan. Ot mana. Qaranglar. Mana shu gap bor-ku. Mana shu gap joylashgan so'zi birgalik nisbatda emas. Asosi joy, joylamoq degan fe'l bor. Turibdi bu yerda. Keyin mana sifat dosh kelgan. Endi savol tug'iladi. Bu qaysi nisbatda desak, gapni mazmuniga e'tibor beraylik. Vodil qishlog'ining choyxonasi yo'l ikkita katta keksa chinorning soyasida o'zi joylashgan. Yoki kimdir tomonidan joylashtirilgandagi bu yerda na, in, la degan mashhur nisbat yo'q. Esladinglarmi? Birga nimada o'zlik nisbatda ba'zan ish degan qo'shimcha kelib qolishi mumkin. Mana shu holat, mana shu gapda kelgan. Men uni ikkita misol bilan tushuntirgandim. Ikkita misol bilan. Kirishmoq fe'li bilan va ishga joylashdi. Sardor ishga o'zi joylashadi. Ana shu yerdagi o'zlik nisbat bo'ladi. Mana bu gapda ham o'zlik nisbat bo'lgan. O'tgan yili qishloq jamoasi choyxonani ta'mirlashdi, birgalikda ta'mirlashdi, birgalik. Obod qilishdi, birgalik.
Bir muncha katta stol atrofida yoshlar o'tirib gazeta, jurnal, kitob o'qishdi birgalik. Nisbat bir burchakka radiodan so'nggi xabar eshitishadi birgalik. Pastlarda qip-qizil ozoda gilamlar ustida odamlar guruh bo'lib choy ichishadi birgalik. Chaqchaqlashi birgalik. Nisbat ish yuzasidan maslahat qilishadi birgalikda qiladi. O'ng tomondagi chorpoya 4-5 kishi o'tirib qahqaha urib kulishadi birgalik bo'ladi. Hammasi birgalik nisbatda bo'ladi. Hammasi birgalik nisbat bo'ladi. Hop, mana iloji boricha ko'rdik bugungi nimani. Fe'lni vasf va shakllaridan ham nasibsa erta keyingi darsga emas, undan keyingi nimalarga tahlil qilib beraman. 6-sinf ona tilini eski darsligini olasizlar. Buni mikrofon qo'shib qo'yibdi, shovqin kelyapti menga. Nima demoqchi edim? 6-sinf eski darslik, 6-sinf ona tili. Fe'llar vasf va shakli. Keyingi darsga emas, undan keyingi darsga mana shu mashqlarni ham bir tahlil qilib beraman, maydalab. 37 ni qilasizlar. Eslab qolinglar. O'zi hamma mashq xullas. Hammasini qilamiz. 37, 38, mana 40 bor, 41 bor, 42, mana 43, harakat nomiga kelamiz. 44 topasizlar o'zlaringiz. Keyin 44, 46 bor. 46 sifatdoshdan 48 bor, 49, 50, 51 sifatdoshi zamonlari, buni ham tushuntirganman. Zamonlaridan 53, 54, hozirgi va kelasi zamon sifatdoshidan mana 56, 57, keyin 58. Sifatdoshni bo'lishli va bo'lish shakllari bu ham bor. 61, 61. Shu bilan tugasak, mana ravishdosh kelyapti. Ravishdoshdan 63 qo'yamiz. 64 ravishdoshlarni yodlaylik mana. Gach, turibdi. Ravishdoshni ma'no turlari, holat, o'rin, payt, maqsad bor-ku o'shalar. 66, 66 yo'q ekan deyarli. 68, ravishdosh yasovchi qo'shimchalar talaffuzi, 71, 72, 72 va mana bu birinchi topshiriqni ham iloji boricha ko'ramiz. Birinchi topshiriq, uchinchi topshiriq. Bo'ldi. Bizning keyingi mavzuyimiz, keyingi darsda o'tayotgan nima? Ko'makchi fe'llar bo'ladi. Aynan mana shu mavzuda ko'makchi, ya'ni KFSQlarni o'taman. KFSQ bilan qo'shma fe'lni bir-biriga o'xshash tomonlari bor, farqli joylari bor. Ana shularni tushuntirib o'taman. Buni ham nasib bo'lsa batafsil maydalab tushuntirib beraman. KFSQlarni topish juda oson. O'qiy boshlamoq, o'qiy olmoq, o'qib chiqmoq, o'qib tugatmoq. Mayli. Bugun shunaqa darsda qilishimiz kerak edi. Sizlarga o'yga vasf ham bergan edim. Kanalda turibdi. Kanalda mana fe'l bo'yicha, nisbat bo'yicha test berganman. Buni ham ishlab qo'yinglar. Birinchi bet emas, ikkinchi betida audioda ham tushuntirganman. Buni ishlab tayyorlab qo'yinglar. Baribir tahlil qilib beraman nisbatni. Chunki fe'l mavzusidan ko'proq o'rganishimiz kerak. Keyin esa milliy sertifikat to'plamdan sizlar buni ham ishlab qo'ying. 3-chi, 4-chi variantda ishlab qo'yasizlar. 3 bilan 4. 3 ni o'sha kuni men soat 2da, abitga 2da tahlil qilib berdim, lekin ekranda ko'rsata olmadim. Shuning uchun sizlarga o'zim alohida qilib beraman. 3-chi variant bilan 4-chi variantni ishlaysizlar. O'zim kechga, abitga emas. O'zim sizlarga alohida qilib beraman. Tushundinglarmi? 3 bilan 4 ni to'plamdagi ishlab qo'yinglar. Bittalab o'zim maydalab tahlil qilib beraman.
Qilamiz. Bugungi mavzu hammaga tushunarli bo'ldimi, ustozlar? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Zapsni yana qayta ko'rasizlar. O'rganish uchun, eslab qolish uchun. Mashq 6 sinf ona tilisini ochinglar-da, fe'l va shakllarini bajara boshlanglar, vazifa bu. Ko'p mashq, ko'p amaliyot qilamiz. Yana o'ylamanglar, kimlardir shunaqa fikr ham yurishi mumkin. Ko'p test tahlil qilib o'ryapmiz, ko'p mashq ko'ryapmiz. Yo'q, bizga kerak, bizga amaliyot kerak. Nazariyani hamma ham qila oladi. Bu yerda o'qituvchilar bor, o'qituvchi ham dars o'tib yuribdi maktabga. Biladi, sifatdosh nimaligini, ravishdosh nimaligini mendan ko'ra yaxshi biladi o'qituvchilar hammasi. Bu yerda guruhga, onlayn kursimga kelgandan maqsadni ham unutib qo'ymanglar. Sizlarga test ishlash taktikalarini o'rgatyapman. Tushundinglar-a? Kim qayerda xato qiladi, mana shularni ko'rsatib ketyapman, qanday tahlil qilinadi. Mani asosiy prinsipim shu. Nazariyani hamma biladi. Biz mana bu yoqqa qo'llashimiz kerak ko'pincha. Savollar bormi, savollar? Fildan quiz test. Bo'lmasa ishlaymiz. Dars tugatayotsa chatga o'chirib, ketib qolmanglar, hozir quiz test aylayman. To'xtab qidirib ko'raydi. Kimgadir bormi? Qaysidir kanaldan quiz test bormi? Bo'lsa tayyorlaylar, qilib ko'raman. Fildan quiz test kerak. Ha, kimgadir bormi? Fil so'z turkumidan savollar. Yangicha kayfiyat. 8 ta savol 30 soniya. Qanaqa tuzilgan ekan o'sha? 53 ta savol 30 soniyadan fe'l nisbatlari. Shuni bitta tayyorlaymi? Qani? Bosinglar qani? Men zapsni o'chirib qo'yaman. Bugungi darsimiz shu.